Qizlar hayotida ketma-ket o'zgarishlar yuz berishiga sabab bo'luvchi voqea bu to'ydir. Hayotlarida yangi sahifani ochib beruvchi to'y kunida qizlarimiz ham tashqi ko'rinishlarini, ham ruhiy olamlarini o'zgartirib, yangi bir obrazda, kelin obrazida namoyon bo'lishadi. Bu baxt hammaga nasib etishini tilab, dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Efirda Aylanay dasturi. Ko'rsatuvimizda tasvirga tushirishda yaqindan yordam berayotgan Shadozi liboslar saloni hamda tabiiy shved kosmetikasini taqdim etuvchi Oriflame xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rsatuv homiysi Shadozi saloni. Assalomu alaykum. Bugungi Aylanay ko'rsatuvining bosh qahramoni men Parizod bo'laman. Men raqs san'ati bilan 7 yil davomida professional darajada shug'ullanib kelyapman. Raqs san'atiga kirib kelganimga ustozlarim sababchi deb bilaman. Raqs san'atini so'z bilan shunchalik tushuntirib, tasvirlab bera olmaydigan sohaki, ya'ni o'sha so'zsiz bir holatni, ya'ni o'sha bir boshidan oxirigacha bir kuyda bo'lgan holatni tomoshabinlarga o'zgacha so'zsiz yetkazib bera olish deb o'ylayman. Men raqs san'atida o'zimni, ya'ni sahnada o'zimni har qanday obrazda ko'rishni xohlayman degan qanaqadir maqsadim bo'lgan. Umuman aytganda har qanday rolni o'ynash nasib qilgan ekan va ayniqsa judayam ko'p rol o'ynaganim sahnada bu oq libos, ya'ni kelin libosini kiyib ko'p rol o'ynagan ekanman. Mana bugun esa Xudo xohlasa haqiqiy hayotimda eng baxtli kunlarimdan birida to'y kunimizda oq libosni kiyish nasib qilar ekan. Ko'p kelin liboslarini men sahnada kiyib, qanday bichimdagi libos, qanday uslubdagi soch turmagi yarashini qisqacha bo'lsa ham o'zim uchun qandaydir bilib olganman deb o'ylayman. Kelin libosimni tushimda ko'rganman desam ishonmasangiz mumkin. 1 yil oldin tushimda tegimda, atrofimda tutun to'la oppoq qandaydir nurni ustida men oppoq kelin libosi, ya'ni marvariddan yaralgan oppoq libosda turgan ekanman. Ko'zlarimni shunday ochdimki, kelin bo'lsam, meni libosim marvarid malikasi nomini oladi degan maqsad qo'ydim. Bilasizmi, mana shu O'zbekistondagi hamma salonlarga kirib, o'sha to'y liboslarini qidirishga rosa harakat qildim. Marvariddan tikilgan libos rosa qidirdim, lekin topolmadim. Shuning uchun mana bugun Xudo xohlasa mana shu salonda o'sha liboslarni yana bir ko'rib, qidirib chiqamiz. Topamiz degan umiddamiz. Bu liboslar saloni turli did egalari talablariga javob bera oluvchi har xil kelin ko'ylaklariga boyligi bilan boshqa salonlardan ajralib turadi. Ko'raylikchi, Parizoda bu yerda o'zi uchun qanday libos tanlaydi? Libosni tanlash va uni kiyib ko'rish bir kishining o'zi uchun amri mahol. Ushbu mas'uliyatli ishda bugun qahramonimizga salon xodimasi Feruzaxon yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salonimizga xush kelibsiz. To'y har bir qiz hayotidagi eng muhim va yorugʼ voqealardan biri. Axir bu tantananing asosiy rangi albatta oq. Avvalo bu rang kelinchakning libosi, oyoq kiyimi va aksessuarlarida hukmron bo'ladi. Biroq bu juda murakkab rang. Murakkabligi esa uning turli tuslarga egaligidadir. Shunday ekan, libos tanlayotganda faqat oppoq rangdagilarga e'tibor qaratish shart emas. Oqning boshqa tuslari, masalan, fil suyagi rangi, qaymoq rang, shaftoli rang va shu kabi liboslarni ham bir ko'zdan kechiring. Xuddi bizning qahramonimiz kabi. Hozir ekranlaringizda ko'rib turganingiz qaymoq rang to'y ko'ylagining beli pastdan qilib bichilgan bo'lib, bu xipcha beli qizlarga juda mos tushadi. Kelinchakning nozik qaddi qomatiga urg'u beradi. Libosning yubkasi trapetsiya shakliga ega bo'lib, bunday bichim deyarli hamma qizlarga qolipdek tushadi.
Agar ko'ylak to'kilib turishini xohlasangiz, yubka uchun mayin shoyi matosini, agar trapetsiya shakli aniq bilinib tursin, qotib tursin desangiz, parcha yoki organza matolarini tanlash lozim. Bugungi kunda jahon moda olamida dizaynerlar faqat oq rangdagi to'y liboslar bilan cheklanib qolishmayapti. Bizning salonda esa siz kumush rang, tilla rang hamda qaymoq rangdagi liboslarni uchratishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi libosimiz ham kiyildi. Bu libosimiz qaymoq rangda bo'lib, etak qismi trapetsiya shaklida tikilgan hamda korsetning beli ancha pastda. Bu esa nozik, xushbichim qizlarimizga juda ham yarashadi. Bu yerda fransuz gipyurga aplikatsiyalar bilan ishlov berilgan hamda libosimizni bezashda turli xil, jumladan Swarovski billur munchoqlar, nozik munchoqlar hamda marvaridlar bilan ishlov berilgan. Bu libosimizga nima deysiz? Sizga yoqdimi? Bilasizmi, bu libosni menga yoqqani, avvalambor menga juda ham yoqadigan nozik munchoqlar juda ko'p foydalangan ekan. Menimcha, ayniqsa bu libosda o'zgacha bezaklar ortiqcha emas, me'yorda ekan. Shu taraflama yoqdi. Lekin bu salonda juda ham o'zgacha chiroyli, go'zal liboslar ko'p ekan. Shuning uchun yana ko'ramiz degan umiddaman, xudo xolasa. Ha, albatta, keling unda keyingi libosimizni ko'ramiz. Dizaynerlar to'y ko'ylaklarining rangi borasida har qanday tajribalar o'tkazishmasin, to'y liboslari reytingida oq rangdagilari baribir birinchi o'rinda turadi. Oq bu beg'uborlik, tozalik, nafislik rangi ekani hech kimga sir emas. Oq to'y ko'ylagi hammadan ham nozik, sarvqomat qizlarimizga yarashadi. Parizodga taklif etgan navbatdagi libosimizning o'zi oppoq rangda. Bezaklarning rangi esa tilla rang. Bu esa libosga yanada yorqinlik bag'ishlaydi. Yorqin rangdagi libosning oq rangida ajralib turuvchi kontrast rangdagi bezaklar berilgan to'y ko'ylaklari borgan sari ommaviylashmoqda. Mana keyingi libosimiz ham kiyildi. Bu libosimizning rangiga e'tibor bersangiz, u oppoq rangda. Bu libosning etagida setkaning ustiga aplikatsiyalar bilan ishlov berilgan bo'lib, etagining o'rta qismi yig'ilgan shaklda tikilgan. Bu esa libosga anchagina dabdaba bag'ishlaydi. Libosni bezatishda bu yerda ham Swarovski munchoqlari hamda marvaridlar bilan foydalanilgan. Hamda libosning fatasiga keladigan bo'lsak, u ham libosga o'zgacha chiroy baxsh etadi. Bu libosga nima deysiz? Bu libos menga oldingi nisbatan yanada ko'proq yoqdi, chunki qandaydir nima desa bo'ladi, yanada bejimroq, yanada qanaqadir nozikligi ko'proq ekan. Korset tomoni, ya'ni oldi qismida juda ham ko'p marvaridlardan foydalanishgan ekan. Shuning uchun ham menimcha juda o'zgacha libos. Keling unda keyingi libosimizni ham ko'ramiz. Navbat yetgan libosimiz nafisligi bilan ajralib turadi. Bu avvalo ko'ylakning matosida, so'ngra bo'lsa rangida namoyon. Bu libosimiz ham qaymoq rang. Siz ham kelin ko'ylagingiz qaymoq rang yoki oqdan boshqa istalgan rangda bo'lishini istasangiz, kuyov obrazida ham bu rangdagi biror element bo'lishiga e'tibor qarating. Kuyovning ko'ylagi yoki galstugi kelin libosidagi qaymoq rang bo'lsa, juftlik o'rtasidagi uyg'unlik oila qurayotganlarning baxtli yuz ifodasidan tashqari ularning kiyimida ham ko'rinadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, libosimizning hammasining bichimi turlicha. E'tiboringizni mana bu keyingi libosimizga ham qaratmoqchiman. Bu libosimiz bo'ksadan qomatga qarab tikilgan hamda bo'ksadan pastki qismi kengayib, qo'sh etak qilib tikilgan. Hamda mana bu qo'sh etaklarga, u yoq bu yoqlarga qimmatbaho aplikatsiyalardan ham foydalanilgan. Libosning korset qismiga keladigan bo'lsam, bu yerda ham qimmatbaho aplikatsiyalardan aylana shaklda tikilgan. Hamda Swarovski billur munchoqlar va marvaridlar bilan ishlov berilgan. Mana bu drapirovkalar esa libosni yanada nafislashtirib turibdi. Bu libosimizga nima deysiz? Haqiqatan ham Feruzaxon bu libosda juda ham ko'p qimmatbaho toshlar
toshlardan foydalangan ekan. Ayniqsa bu soch turmagi bilan judayam nima deydi, mani qanaqadir idealimdagi ko'rinish desam adashmayman. Judayam menga shu ko'rinish, shu libos judayam yoqdi deb o'ylayman. Lekin afsuski, men o'sha xohlagan marvariddan tikilgan libosni hali hanuz orzu qilyapman. Sizni xursand qila olaman, chunki biz siz xohlagandek marvaridli libosni tayyorlab qo'yganmiz. Buni esa birozdan so'ng ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Liboslarning bari Parizoda ko'rkiga ko'rk qo'shdi, lekin u o'zi xohlagan marvaridli ko'ylak kiyadigan bo'ldi. Ushbu to'y ko'ylagi dizayner Zilola Umarova tomonidan Parizoda uchun ataylab tikilgan. Albatta, qahramonimiz bugungi obrazlariga mos pardoz qilindi. Ularning soch turmaklari ham yuzlarini to'ldirib turibdi. Bunga hozir o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Faqat dastlab qahramonimizga sovg'alarimizni topshirib olamiz. Parizoda, bugun sizga yaratilgan kelin obrazidan taassurotlaringiz qanday? Bilasizmi, rostini aytsam, bu darajada bo'ladi deb kutmagan edim. Bu tashqi ko'rinishimga qandaydir o'zgacha go'zal bir obraz bergan inson, ya'ni Zilola opamga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ushbu unutilmas kuningizda sovg'alarimizni qabul qilsangiz, marhamat, mana bugunlar Yoshlar teleradio kanali va Aylana dasturidan sovg'a. Buncha chiroyli, rahmat kattakon. Bundan tashqari, tabiiy shved kosmetikasi Oriflame'dan ham tuhfalarni qabul qilsangiz. Buncha chiroyli, rahmat. Bu hali hammasi emas. Salon xodimasi Feruzaxonga ham navbat beramiz, marhamat. Orzuyingizdagi mana bu libos Zilola Umarova tomonidan yaratilgan hamda salonimiz nomidan sizga sovg'a. Tashakkur. Bundan tashqari sizni professional fotosuratchi Dmitriy Minchinskiy kutmoqda. Oldinda fotosessiya. Ko'rsatuv homiysi Shadozi saloni. To'y bir zumda o'tadi, ketadi. Haqiqiy hayot esa to'ydan keyin boshlanadi. To'yni o'tkazish uchun yelib yugurgan insonlarning bari, kelin va kuyov, ularning yaqinlari to'ydan keyin ham xuddi shunday jon kuydirishsa, bu oila davrasida har bir kun bayramdek o'tadi. Siz Aylana dasturini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimizni tasvirga tushirishda yaqindan yordam berayotgan Shadozi liboslar saloni va tabiiy shved kosmetikasini taqdim etuvchi Oriflame xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana efirda uchrashguncha omon bo'ling.